Assalomu alaykum. Bugun biz Bo'stonliq tumani Burchumilla qishlog'iga kelganmiz. 20 va 25 kishilik dachamizga bemalol shuncha odam kelsa mazza qilib, tiqilmasdan, siqilmasdan dam olib ketishadi. Ko'ringlar. Dachani veranda qismi va verandadan ko'rinishini ko'ringlar. Tabiatda juda ham chiroyli. Taxminan 10 soto joyga joylashgan bu dachamiz. Dachada hamma sharoitlari bor. Tabiatini ko'ringlar. Birinchi shundoq qilib plyaj bor pastimizda. Burchumilla katta plyaji, eng katta shu dachani pastida joylashgan. Hozir dachadan hovliga tushamiz. Dachada 4 ta yotoqxonasi bor. Hovlisi, uzumlarni ko'ringlar. Maza qilib dam olasizlar. Kattagina dacha, juda ham ko'p daraxtlari ko'p, azileniya joylari yaxshi. Yam-yashil, kislorodga boy dacha. Egasi telefonda gaplashyapti, e'tibor bermaysizlar. Baseyni 11 ga 5 razmerda. Ko'ringlar. Tapchan. 15 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi va oldida stollari bilan bu yoqda televizor bor. Tennis va yangi bilyard qo'yishgan ekan. Ko'ringlar. Klientlarning ko'pi suvlarini bilyard ustiga qo'yishadi, keyin to'kib ketsa mana shunaqa bilyard dog' bo'ladi. Oshxonasi 2 ta xolodilnik, idish tovoli 20 kishilik bemalol deyishdi. Oshxonasini ko'rdinglar, 2 ta qozon bor. Dacha narxi kelishiladi. O'zingizlar telefonini qoldiraman, o'zingizlar gaplashib olasizlar. Daraxtlarni ko'ringlar, salqingina, saunasi bor. Svetini yoqamiz. Issiqqina bo'lib turibdi. Hozir klientlar ketganga o'xshyapti. Issiq sauna. Saunadan chiqib sirazi shu basseynga tashlaysizlar. Pastda shunday basseynning tagida stadion joylashgan. Bog'i ichidan o'tiladi stadionga. Umumiy dachani ko'rinishi sizlarga ko'rsataman. Ko'ringlar. Yomon emas, yaxshi, katta joy ekan, bemalol ko'pchilik maza qilib dam olishar ekan. Stadionni ham hozir ko'rsataman sizlarga. Mana shu bog'i ichidan borilar ekan. Lekin daraxtlar ko'p bo'lgan joyda salqin bo'ladi nimagadir. Bog'ning pastki qismiga stadion qilishgan ekan. Mana stadion. Razmeri 20 ga 10. Abrikos uylari bor ekan. Daraxtlari katta. Dachani mana shu umumiy ko'rinishi, fasad qismi. Boya ko'rsatganim verandadan boshladik. Mana hozir uy ichiga kiramiz. Yotoqxonalarni ko'rsataman sizlarga. Darvoza xonasi 4 ta 5 ta mashina sig'adi. Bu tarafda ham xonalar bor, bu yoqda ham xonalar bor. Ko'ringlar. Sanuzel shu tashqarida bitta sanuzel joylashgan.
Yonginasida yotoqxona 2 kishilik. Va bu yoqda ham yotoqxonalar, hol shunaqa zal joylashgan. Bu yoqda kazarma. 6 ta yotoq bor. Bu yoqda va 2 kishilik yotoqxona bor. Xullas, egasi nomerini qoldiraman. Telefon qilasizlar, o'zingizlar narx-navosini kelishib, chiroyli narxlarda